O'zi 22 guruh talabasi Muhammadjon Muzaffarjonning ishlab chiqarish, rejalashtirish fanidan tayyorlagan mutaxassis. Ustango'qacha mo'jiza sharoitida 203-04 sonli butulka detalini tayyorlash uchun mexanik sex bo'limi loyihalash. Bu butulka detallarida ko'rinishi. Chirish, mashina zavodining ishlab chiqarish, rejalashtirish yuqori darajada murakkablik bilan ajralib turadi. Bu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar assortimentining kengligi, ishlab chiqarish sikllarining uzoq davom etishi, material va mehnat sig'imining yuqoriligi, shuningdek texnologik yechimlar hamda sifat standartiga qat'iy rioya qilish zarurati bilan izohlanadi. Bunday sharoitda rejalashtirish korxonaning boshqarishining eng muhim vositalaridan bo'lib, uning barqaror rivojlanishini, raqobatbardoshligini oshirish hamda bozor talablarini o'zgarishiga mustahkamligini ta'minlaydi. Detalni xizmat qilish sifati berilgan 207-04 sonli butulka detali yengillamlash roliklar yurituvchi yig'ma birikmalar asosiy ishchi qismi hisoblanadi. Berilgan butulka detali yig'ma birikmada sirpanli passivnigi vazifasini bajarib, ichki silindr yuzasi 2 sonli va tashqi silindr yuzasi 3 sonli chap ustun detallari bilan birikma hosil qiladi. Butulka detalining to'lash yuzasi valga 18 sonli vit bilan mahkamlangan hamda uning harakatlanish yo'nalishi bo'yicha harakatlanadigan 5 sonli roliklar tegib turadi. Yig'ma birikmada butulka o'ziga tig'izli o'tkazish yo'li bilan biriktirilgan valning pog'onasini yenishidan himoyalash bilan birga o'zida mavjud bo'lgan teshiklar orqali uni moylab turish uchun ham xizmat qiladi. Butulkalar aylanuvchi silindr detallarni butulka sinfiga mansub bo'lib, ushbu guruhga butulkalar, gladishlar, gilzalar va shunga o'xshash detallar misol qilib keltirish mumkin. Butulka rusumidagi detallar tashabbusga ishlatiladi. Bu eskizlar kattasi 0.05 detalni xizmat vazifasi. Shularning iborat. Detalni xizmat vazifasi. O'rni bosuvchi materiallar ishlash sharoitida kelib chiqqan holda bronza materialini bronza brod S556 brod S4417 kabi materiallar bilan almashtirish mumkin. Klassifikatsiyasi: quyma antifriksion qalayli bronza. Qo'llanishi: qalay rus va qo'rg'oshin elementlarini tarkibida jamlangan bronza brod S55 materialidan mashinasozlik ishlab chiqarish sanoatida asosan quyma usulida tayyorlanadi. Detallar 5-6 metr har sekundda harakatlanuvchi pog'ona to'planmagan vallar uchun sirpanish passivniklar, ichki yonuv dvigatelь uchun gladish 4-10 metr har sekund harakatlanadigan chervakli uzatmalar uchun venit va halqalar, barcha turdagi avtomobillarni dvigatellar uchun prokladka, butulka va klapon tar bilan ishlovchi generator va o'choqlar uchun turbina va to'siq armaturalar kabi detallarni tayyorlashda keng foydalaniladi. Zagitovka turini tanlash va uni olish usulini aniqlash. Zagitovka olish usuli tanlash, detalni o'lcham va materialni ishchi vazifasi, uni tayyorlashda texnik talablar, yillik dastur va umumiy tutilish kabi omillar belgilab beradi. Bu masalalarni hal qilishda zagitovka o'lchami va tuzilishi detalni o'lcham va tuzilishiga maksimal yaqin bo'lishini ta'minlash kerak, lekin shuni unutmaslik kerakki, zagitovka aniqligi oshirish va tuzilishini murakkablashtirish uni tannarxi oshishga olib keladi. Detal yuzalariga mexanik ishlov berish rejasi. Operatsiyalar nomi 0.05 to'karli
o'tqish operatsiyasi 16 ga 20 dastgohida, to'kali o'tqish dastgohida bo'ladi. No'non to'kali o'tqish dastgohida bo'ladi bu ham. No'non 5 versiya farqlash. Bu 118 versiya farqlash dastgohida bo'ladi. Ichki jadvallash 3 ga 225 va ichki jadvallash dastgohida ishlanadi. 005 operatsiya bu no'non operatsiyani ishlaydi. 015 operatsiyani ishlaydi. 020 operatsiyani ishlaydi. Foydalanilgan adabiyotlar e'tiboringizni